zaiflik bu daraja kognitiv idrok faoliyatlarining eng chegaralangan nuqtasidir. Mustaqil yashash odatda qiyin bo'ladi. O'rganish, til ishlatish va mavhum tushunchalarni anglash cheklangan bo'ladi. Mavhum matematika, murakkab ko'rsatmalar yoki uzoq muddatli rejalar bu darajada tushunilmaydi. Shunga qaramay hissiy sezgi juda kuchlidir. Ular odamlarning ovoz ohangini, yuz ifodalarini, tegnislarni ajrata oladilar. Ko'pincha mantiqiy xulosadan ko'ra qarshisidagi odamning hissiyotini his qilib javob beradilar. Shu sababli atrofidan keladigan mehr-oqibat ularning dunyosini yanada xavfsiz va mazmunli qiladi. Kundalik hayotda oddiy vazifalarni bajara olishlari mumkin, lekin ko'pincha doimiy yordam va muntazam yo'naltirish zarur bo'ladi. Ovqatlanish, kiyinish, tozalik kabi asosiy ehtiyojlarni qondirishda boshqalarning yordami kerak bo'ladi. Jamiyat nuqtai nazaridan bu daraja parvarish va inkluzivlik eng muhim bo'ladigan o'rindir. To'g'ri qo'llab-quvvatlash bilan mustaqillik qisman oshirilishi mumkin, ammo asosiy qadriyat ularning ham hissiy aloqalar o'rnatib, baxtli hayot kechirishida yotadi. Chegaraviy aql. Bu daraja mustaqil yashash mumkin bo'lgan, biroq kognitiv chegaralar seziladigan bosqichni ifodalaydi. Ayniqsa, mavhum fanlarda, matematika va mantiqqa asoslangan mavzularda qiynaladilar. Murakkab ko'rsatmalarni tushunishdan ko'ra, takroriy mashqlar va vizual misollar orqali o'rganishlari osonroq bo'ladi. Maktab davrida akademik muvaffaqiyat cheklangan bo'lishi mumkin, lekin bu kamchilikni amaliy aql, qo'l mehnati va ijtimoiy qirralari bilan qoplaydilar. Qo'l san'ati, parvarish, mijozlar bilan munosabat kabi vazifalarda ajralib turadilar. Mehnatsevarlik va sadoqat bu guruhning tipik xususiyatlaridir. Ularning jamiyatga qo'shadigan hissasini kichik sanab bo'lmaydi. Chunki bu darajadagi odamlar kundalik hayotni davom ettiruvchi mehnat kuchining muhim qismidir. Tizimli muhitlar, aniq qoidalar va real maqsadlar bilan ularning samaradorligi oshadi. Qiynaladigan soha mavhum fikrlash va uzoq muddatli rejalashtirishdir. Ammo to'g'ri yo'naltirish va qo'llab-quvvatlash bilan ular mas'uliyatli shaxslar sifatida hayot kechira oladilar. Ularning qadri faqat akademik muvaffaqiyat bilan emas, balki sadoqat, amaliylik va insoniy munosabatlari bilan ham o'lchanish kerak. O'rtacha aql. Bu daraja jamiyatning eng keng qatlamini tashkil etadi. Kundalik hayotni davom ettirish, ish topish, oila qurish va ijtimoiy munosabatlarni olib borish uchun zarur kognitiv salohiyatni ta'minlaydi. O'qish yozish, asosiy matematika, reja tuzish va oddiy ishlarni tashkil qilishda yetarlidir. O'rtacha aql barqarorlikning kuchidir. O'rganish tezliklari o'rtachadir. Aksariyat bilimlarni takrorlash va tajriba orqali mustahkamlaydilar. Yangi tushunchalarga nisbatan ehtiyotkor bo'ladilar, ammo amaliyotda ko'rganlarida tushunib oladilar. Bu daraja jamiyatning kundalik ishlashini ta'minlaydi. Zaif nuqtasi esa komfort zonasidir. Chunki ular kundalik ehtiyojlarini qondirishda muammo sezmaydilar va ko'pincha yanada chuqurroq izlanishga ehtiyoj sezmaydilar. Shu tarzda ishlayapti, demak yetarli degan qarash keng tarqalgan bo'ladi. Bu esa rivojlanish imkoniyatlarining ko'zdan qochishiga olib kelishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, to'g'ri yo'naltirish orqali o'rtacha aql egalari jamiyat uchun katta hissa qo'shadilar. Dunyo tartibi asosan shu darajadagi odamlarning muntazam sa'y-harakatlari bilan ishlaydi. O'rtachadan yuqori aql. Bu daraja ma'lumotni tezroq qayta ishlovchi va naqshlarni, qonuniyatlarni boshqalardan oldin payqaydigan onglarni ifodalaydi. Maktabda darslarni osonroq tushunadilar. Ko'pincha ozgina takror ham yetarli bo'ladi. Hayotda ham jarayonlarni tez o'rganib, amalda qo'llay oladilar. Mavhumlashtirish qobiliyatlari ancha rivojlangan bo'ladi. Murakkab bir g'oyani soddalashtirib tushuntira oladilar. Masalaga turli nuqtai nazardan qaray oladilar. Rejalashtirish va muammoni hal etishda atrofidagilarga qaraganda afzallikka egadirlar. Ammo bu tezlik ba'zida muammo bo'lishi mumkin. Gaplashganda fikrlarini haddan tashqari tahrirlab, o'zlarini orqaga tortishlari yoki juda oldinda ko'rinmaslik uchun aqlini yashirishga urinishi mumkin. Ijtimoiy moslashuv uchun fikrlarini oddiyroq ko'rsatishlari keng tarqalgan holatdir. Ularning jamiyatga qo'shadigan hissasi katta. Bu darajadagi shaxslar muassasalarning va jamoalarning samaradorligini oshiradigan ko'plab yangiliklarning peshqadamlaridan iborat bo'lgan o'rta bo'g'inni tashkil etadilar.
Ularning farqi nafaqat tez o'rganishlarida, balki o'rganganlarini amaliy yechimlarga aylantirishlardadir. Yuqori aql. Bu darajada mafhum va nazariy tafakkur yaqqol ajralib turadi. Murakkab muammolarni tahlil qilish, yangi usullar ishlab chiqish va turli ssenariylarni ongda gavdalantirish osonlashadi. Ko'pincha bu shaxslar standart dastur taqdim etganidan ko'prog'ini bilishga qiziqadilar va o'z-o'zidan o'rganishga intiladilar. O'rganish tezliklari yuqoridir. Faqat ma'lumotni qabul qilish bilan cheklanmay, uni turli mavzular bilan bog'lab, yanada chuqurroq tushuncha hosil qiladilar. Ilm, muhandislik, san'at yoki falsafa kabi mafhum tafakkur talab qiladigan sohalarda ularning ijodkorligi ajralib turadi. Jamiyatda bu guruh yangiliklar va o'zgarishlarning tashuvchisidir. Bor narsani savol ostiga qo'yadilar, muqobil yo'llar topadilar, boshqa tarzda ham bo'lishi mumkin deb tizimni rivojlantiradilar. Shu sababli ba'zan atrofidan farq qiladi, odatdagi qoliplarga sig'maydi. Ijtimoiy hayotda ba'zida o'zlarini yolg'iz his qilishlari mumkin, chunki ularning fikrlash usullari ko'pchiliknikidan farq qiladi. Ammo to'g'ri muhit va qo'llab-quvvatlash bilan bu daraja insoniyat uchun yangi yechimlar va g'oyalarning manbaiga aylanadi. Ustun aql. Bu darajada ijodkorlik, tezlik va o'ziga xoslik juda ravshan namoyon bo'ladi. Aql muammolarni faqat hal qilibgina qolmay, ularni turli tomondan qayta ta'riflaydi. Mafhum fikrlash qobiliyati ancha kuchli bo'lib, murakkab tizimlarni qisqa fursatda tushunib, izohlay oladi. Bolalikda bu shaxslar tengdoshlaridan farqli o'rganish egri chizig'ini ko'rsatadilar. Kitoblarni erta tugatadilar, darslarni tezroq anglaydilar va qiziqishlari keng bo'ladi. Ammo bu tezlik ijtimoiy muhitda muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki tengdoshlaridan boshqacha fikrlash ularni yolg'izlantirishi mumkin. Ustun aql egalari ko'pincha ilm, san'at va texnologiya sohalarida ilg'or g'oyalar yaratadilar. Ularning kuchli tomoni faqat bilim olish emas, balki uni yangicha shakllarda qayta qurishdir. Qo'llab-quvvatlanganda ular jamiyat taraqqiyotiga bevosita hissa qo'shadilar. Zaif tomoni esa ba'zida tafsilotlarda adashishlari yoki o'z tezliklarini boshqalarga moslashtirishda qiynalishlaridir. Lekin to'g'ri muhit bilan birlashganda bu onglar yangi ufqlarni ochuvchi kashfiyotlar va asarlarning manbaiga aylanadi. Daho bu daraja aqlning arxitekturasi o'zgaradigan nuqtadir. Daho shaxslar faqat ma'lumotni tez qayta ishlash bilan cheklanmay, uni qayta tartiblay oladilar. Qoidalarni yodlash o'rniga bu qoida nega mavjud degan savolni beradilar. Ko'pincha mavjud tizimlarning chegaralarini zo'rlaydilar. Hatto yangi tizimlar quradilar. Tarixda Einstein, Raman yoki Tesla kabi nomlar bu darajaga misol qilib ko'rsatiladi. Ularning umumiy jihati dunyoni boshqalardan butunlay boshqacha ko'rishidir. Bu qarash ilmiy nazariyalarda inqiloblarga, san'atda yangi oqimlarga sabab bo'lishi mumkin. Daho bo'lish har doim ham oson emas. Atrof tomonidan haddan tashqari g'ayritabiiy deb qaralishi mumkin. Ko'pincha avval tushunilmaydi, hatto rad etiladi. Lekin vaqt o'tishi bilan ularning g'oyalari qabul qilinganda aslida davridan ilgarilab ketganliklari ayon bo'ladi. Ularning jamiyatga qo'shgan hissasi juda kattadir. Shu bilan birga shaxsiy hayotlarida yolg'izlik va moslashish muammolarini ham boshdan kechirishlari mumkin. To'g'ri qo'llab-quvvatlash va mos muhit bilan dahoonilar insoniyat tarixining yo'nalishini o'zgartiruvchi kashfiyotlarning manbaiga aylanadi. Polimat. Bu darajada aql faqat bitta sohaga emas, balki bir vaqtning o'zida turli sohalarga yoyiladi. Polimat shaxslar ilm, san'at, siyosat va muhandislikni birgalikda olib bora oladilar. Ularning kuchi bilimni faqat to'plash emas, balki turli sohalar o'rtasida ko'priklar qurishdir. Tarixda Leonardo da Vinci yoki Benjamin Franklin kabi nomlar bu darajaga misol bo'la oladi. Bir tomondan anatomiya o'rganib, bir tomondan san'at asarlari yaratgan yoki siyosat, fizika va yozuvchilik bilan bir vaqtda shug'ullangan shaxslar polimat aqlning yorqin timsollaridir. Bu shaxslarning qiziqishi cheksizdir.
matematikani musiqa bilan, biologiyani falsafa bilan bog'lashlari mumkin. Ularning dunyosida bilim bo'laklari ajralgan emas, balki bir butunning turli qirralaridir. Turli tumanlik ularning ijodkorligini oziqlantiruvchi eng muhim manbadir. Qiyin nuqtasi vaqt va e'tibor boshqaruvidir. Chunki ko'p sohalarga qiziqishganlari sababli bitta yo'nalishda mutaxassis bo'lish o'rniga keng doirani chuqur tushunishga harakat qiladilar. Shunga qaramay, bu yondashuv insoniyatga ko'p qirrali yutuqlar olib keladi. Vizioner aql faqat bilimni qayta ishlash bilan cheklanmaydi, balki kelajakni shakllantirish salohiyatiga ega bo'ladi. Bu darajadagi shaxslar mavjud tizimlarni ko'rib, undan ortiqchasini tasavvur qiladilar. Ular uchun hozirgi holat emas, balki bo'lishi mumkin bo'lgan narsa muhimroqdir. Vizioner jamiyat me'yorlarini savol ostiga qo'yadi va yangi qarashlarni taqdim etadi. Texnologiya, ilm, falsafa yoki san'atda mutlaqo yangi yo'llar ochishlari mumkin. Ko'pincha ular atrofdagilar tomonidan juda radikal yoki juda erta deb hisoblanadi. Chunki ularning fikrlari mavjud haqiqat chegaralarini oshib ketadi. Bu darajadagi onglar jasorat va ijodkorlikni birlashtiradi, xavf tug'diradi, odatdagini zo'rlaydi. Ba'zida qarshilikka duch kelsalar ham, oxir-oqibat jamiyatni o'zgartiruvchi g'oyalarni hayotga tatbiq etadilar. Ularning farqi faqat yorqin fikrlar yaratishida emas, balki ularni kelajakka yo'naltiruvchi vizionga aylantirishidadir. Qiyin jihati yolg'izlik va tushunilmaslikdir. Chunki ko'pincha atrofdagilar bu oldinga qarashni tushuna olmaydilar. Ammo to'g'ri qo'llab-quvvatlash bilan vizioner aql davrlarni o'zgartiruvchi g'oyalarning manbaiga aylanadi. O'tash aql. Bu darajada aql endi o'lchanadigan qobiliyat bo'lishidan chiqib, donolik va xabardorlikka aylanadi. Shaxs faqat bilim ishlab chiqmaydi, balki bilimning o'zini, ma'nosini va chegaralarini savol ostiga qo'yadi. Aqliy salohiyat shunchalik kengki, nafaqat muammolarni hal qiladi, balki insoniyat nima uchun muammo yaratayotganini ham muhokama qiladi. O'tash aql egalari ego va tizim sirlarini ortda qoldiradilar. Ular uchun men yoki muvaffaqiyat tushunchasi ikkinchi plandadir. Ko'proq insoniyatning butunligiga va umum insoniy haqiqatlarga e'tibor qaratadilar. Shu sababli tarix davomida Budda, Sokrat kabi nomlar bu kategoriya uchun misol bo'la oladi. Bu darajadagi aql chuqur sezgi bilan qo'shiladi. Fikrlar faqat ratsional ong bilan emas, balki ong va xabardorlik bilan uyg'unlashadi. Ko'pincha atrofdagi odamlar tomonidan tushunilmaydi yoki noto'g'ri talqin qilinadi. Lekin vaqt o'tgan sayin ularning g'oyalari insoniyat uchun yo'l ko'rsatuvchi ekani ayon bo'ladi. O'tash aql shaxsiy ustunlik emas, balki jamoaviy yo'lboshlikdir. Bu darajadagi odamlar o'zlarini emas, balki haqiqatni va butunning yaxshiligini markazga qo'yadilar.